Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan JavaScript dasturlash tilini boshlab olamiz. Meni ismim Davlatberdi Nazarov. 3 yildan beri mana shu dasturlash sohasida ishlayman. Xo'p, bugundan boshlab sizlar bilan JavaScript dasturlash tilini o'rganamiz. Xo'p, biz shu paytgacha web dasturlash sohasining front-end yo'nalishida edik. Sizlar bilan HTML, CSS ni o'rgandik. CSSda veb-saytlarimizga stil berishni o'rgandik. HTML esa bilib oldikki, veb-saytlarimizni asosi hisoblanadi. Xo'p, biz veb-saytlarimizni HTMLda asosini yozib, styleda unga chiroyli stil berib oldik. Ammo veb-saytlarimizda interaktivlik yo'q. Ya'ni dinamik harakatlar yo'q. Shunchaki veb-saytimiz shunchaki turadi. Qanaqadir vazifa bajarmaydi yoki interaktivlik qilolmaydi. Hozirgi zamonaviy veb-saytlarni qaraydigan bo'lsak, misol uchun Amazonda oladigan bo'lsak, mana veb-saytga qaranglar. Agar siz HTML, CSSni bilsangiz, mana shu ko'rinishni qilishingiz mumkin. Misol uchun qo'lingizdan keladi mana shunaqa ko'rinishda HTML, CSSni o'zida qilish. Xo'p, ammo lekin mana bu yerdagi nuqtalarga e'tibor bering. Bossam, xo'p, keyingi page ochilib ketyapti. Keyingi slayder kelyapti, to'g'rirog'i. Mana bu narsani biz hech qachon HTML, CSSda qila olmaymiz. JavaScript nima qilib beradi? JavaScript mana shunaqa veb-saytlarimizga interaktivlik qo'yib berishi mumkin. Yoki mana bu misol uchun gaming aksessuariyasiga bosadigan bo'lsak, buni ham chekirib olamiz. Xo'p, qarab turibsizki, bu yerda mana bunday effektlarni ko'rishingiz mumkin. Bu narsa ham JavaScriptda qilinadi. Mana shu narsa ham interaktivlikka kiradi. Mana bu hover bo'layotganda avtomatik mana buni ichidagi datani o'zgarishiga e'tibor bering. Biz buni HTML, CSSda qila olmaymiz. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday vaziyat. Mana burada videolargacha chiqib turibdi. Mana bu yerdan ularni bosib yangi boshqacha ranglarni ko'rishimiz mumkin mahsulot. Juda ham ajoyib qurilgan veb-saytimiz. Imkoniyatlar juda ham keng. Veb-saytlarga yangi refresh bermasdan yuklanishlarsiz yangi sahifalar paydo qilish imkoniyatini beradi JavaScript orqali. Mana shunaqa JavaScript imkoniyati juda keng. Keling, ozgina JavaScript haqida ozmoz ma'lumot berib o'tib ketaman. JavaScript nima? JavaScript bu brauzerda ishlaydigan va veb-saytlarni interaktiv qilish uchun ishlatiladigan yuqori darajadagi dinamik va interpretatsiyalanuvchi dasturlash tili hisoblanadi. Bu til ECMAScript standartiga asoslanib, obyektga yo'naltirilgan va funksional paradigmalarni qo'llab-quvvatlovchi dasturlash tili hisoblanadi. Xo'p, demak bilib oldik, JavaScript bu dasturlash tili ekan. Haqiqiy dasturlash tili qanaqadir buyruqlarni bajaruvchi til emas, shunchaki dasturlash tili hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda esa JavaScriptning tarixi haqida ozgina gaplashib o'tishim mumkin. JavaScript 1995-yilda Brendan Eich tomonidan Netscape brauzer uchun yaratilgan. Dastlab Mocha va keyinchalik LiveScript deb atalgan. Keyinchalik esa uning nomi JavaScript nomini olgan. Kimdirlar buni marketing strategiyasi deb o'ylaydi. Ya'ni birinchi Mocha, keyin LiveScript, keyin JavaScript nomiga o'tilishi. Nima uchun marketing strategiya? Chunki o'sha vaqtlarda eng kuchli, eng populyarniy til sifatida Java tili nazarda tutilgan. O'sha Java tili eng zo'r bo'lgan o'sha paytlarda. O'shaning uchun LiveScriptdan JavaScript nomiga o'tish qaysidir ma'noda JavaScriptni ommalashishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan, balkim o'shaning uchun JavaScript nomiga o'tishgandir. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, JavaScript va Java umuman boshqacha dasturlash tillari, bir-biriga umuman bog'liqlik joyi yo'q. Xo'p, 1997-yilda ECMA tomonidan ECMAScript standarti yaratildi. Bugungi kunda JavaScript web ishlab chiqarishda muhim dasturlash tillaridan biri hisoblanadi deb aytilib o'tilyapti. Keling endi ECMAScript haqida ozgina tushuntirsam, nima u ECMAScript? ECMAScript to'liq nomi European Computer Manufacturers Association Script. Bu dasturlash tillarini standartlashtirish uchun ishlab chiqarilgan
spesifikatsiya bo'ladi. Ya'ni dasturlash tillarini ishlab chiqasiz qanaqadir standartlar asosida. Bunaqa bo'lsin yoki bundan o'tmasin, mana shunaqa standart asosida bo'lsin deb dasturlash tilini tartiblashtiradigan a, narsa desa ham bo'ladi. Shunaqa spesifikatsiya. Xo'p, uning asosida JavaScript va JScript va ActionScript kabi tillar quriladi. ECMAScript JavaScript tilining rasmiy standarti hisoblanadi va uning rivojlanishi uchun asosiy manba hisoblanadi. Hop, keyingi slaydga o'tamiz. JavaScript faqat web uchunmi? Yo'q, JavaScript faqatgina web uchun emas, uni server tomonida Node.js orqali mobil ilovalarda React Native yoki ish stollarida Electron JS bo'lishi mumkin va hatto o'yinlarni ham ishlab chiqarish mumkin. Shuningdek, IoT qurilmalarida ham JavaScript keng qo'llaniladi. Xo'p, bu yoqda ko'rsatilgan JavaScript mana shu sohalarda ishlatilishi mumkin deyapti. Ya'ni qisqa qilib aytganda web sohasida, web sohasining ham klient sayt, ya'ni front-end qismida bo'lishi mumkin. Brauzer uchun dasturlash tili va front-end uchun kerak bo'ladigan eng yaxshi kutubxonalari, eng populyar kutubxonalari bu yoqda React.js, Vue.js va AngularJS hisoblanadi. Xo'p, backend, ya'ni server side programmingda ham JavaScriptni ishlatsa bo'ladi. Qanday? O'zi asli JavaScript brauzer uchun ishlab chiqarilgan edi, ammo JavaScriptga Node.js engine qo'shildi. Yangi texnologiyasi qo'shildi. Bu texnologiya JavaScriptning server side programmingda ham ishlatilishini ta'minlab beradi. Xo'p, hozirgi paytda JavaScriptni backend sohasidagi eng mashhur kutubxonalari bu yoqda Nest.js, Express.js mavjud. Yana bo'lishi mumkin bir necha kutubxonalar. Eng mashhurlarini kiritib o'tilgan bu yoqda. Xo'p, mobilniy dasturlarda ham ishlab chiqarish mumkin. Ya'ni mobil va web sohasi alohida bo'limlar bo'lsa ham, lekin JavaScriptni bilgan holatda siz mobil dasturlar ishlab chiqarishingiz mumkin. Ya'ni bu yoqda React Native, Ionic va Native Script kabi kuchli frameworklar orqali siz bemalol iOS va Android uchun ham mobil applicationlar qilishingiz mumkin ekan. Xo'p, bugungi darsimiz mana shunday iborat. JavaScript haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Rahmat, keyingi darslarda ko'rishguncha.